Hello, hamma do'stlar, sizlar bilan Denzi Guys. Bugungi roligimizda poga qilamiz do'stlar. Mana bo'lganimiz startda tayyor bo'lib turibdi. Birinchi raundimizni boshlab beradiganlardan biri. Hop do'stlar, mana o'yinimizni ham boshlab olamiz. Sizlarga o'yinimiz shartlarini tushuntirib ketaman. O'yinimiz shartlari: razgonni kim bir olsa o'sha yutadi. Hop, mana уже Zedox razgonni bir oldi. Menimcha Zedox yutadi deb o'ylayman. Xo'p do'stlar, hozir Zedox 1 keldi. Demak, Zedox birinchi. Endi keyingi o'yinchilarimizga o'tamiz. Xo'sh do'stlar, mana keyingi o'yinchilarimiz MB bilan Vengalik bo'ladi do'stlar. Hozir 3 2 1. Endi buni ustida ko'ramiz kim yutar ekan. Agarda MB yutsa, MB yutdi do'stlar. Vengalik afsuski orqada qolib ketdi do'stlar. Endi keyingi o'yinchilarimizga sekin navbatda berib boramiz. Qani unda bo'lmasam go. Xo'p do'stlar, keyingi o'yinchilarimiz bu M bilan VIP o'ynaydi. 3 2 1. Menimcha VIP video razgonni ham oldinroqqa ham chiqib ketgan edi desam, M yutib ketdi do'stlar. Hop, cho'ta bu yerda VIP rozi bo'lmayapti, lekin o'zingizlar kadr ko'rgan bo'lsanglar kerak, VIP ham oldinga chiqib ketdi, ham razgunda ham o'tib ketdi, lekin M yutib ketdi do'stlar. Endi esa qolganlarga o'tamiz. Hop do'stlar, mana final o'yinchilar kim mana shu o'yinda yutsa finalga chiqadi. MB bilan Zedox. Ikkalasi ham bir xil razgon oldi. Kim yutar ekan, qani ko'ramiz. Zedox yutib ketmoqda do'stlar. Demak, Zedox final bosqichiga chiqdi do'stlar. Endi keyingi finalistni aniqlaymiz. Qanunda bo'lmasam go. Xo'p do'stlar, afsuski keyingi finalimizga chiqadigan insonga raqib topilmadi. Shuning uchun Vengalipni qo'yib beramiz. Xo'p do'stlar, endi bunisida kim yutar ekan? Agar Vengalip yutsa, Vengalip. Yo'q, M yana orqada qoldirib ketmoqda. Demak, M finalga o'tdi. Mana do'stlar, ikkita finalist joyiga qo'yib oldik. 3 2 1 go. Menimcha Zedox razgonni bir oldi, lekin M razgondan o'tib ketishi mumkin deb o'ylasam, Zedox yutib ketmoqda. Xo'sh do'stlar, mana birinchi kelgan inson, ya'ni Zedoxga prizini topshiramiz do'stlar. Priz BMW M4'da kimda kim shunaqa qatnashib prizlar yutmoqchi bo'lsa, pastdagi Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Hop do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like patishgan bosib qo'ysanglar. Bugungi videoroligimiz afsuski oxiriga yetmoqda. Hammaga xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Hozir bolalar ham xayrlashib qo'yishadi. Ayni unda bo'lmasa go degan so'zimni necha marta takrorlaganimni kommentariyaga yozib ketinglar. Hop, mana bolalar ham xayrlashishyapti. Zedox va Vengalip, M, VIP hammalari xayrlashmoqda. Xayr do'stlar.